Assalamualaikum kızım. İsminiz kim oldu? Benim ismim Kalbi Nurman 5 yaş. Siz nechinchi sınıfta okuysiz? Ben Melva sınıfta okuyman. Ben Uyg'urcha tilda okuyman. Yaraysiz, cho'ng qiz bo'psiz. Sizning bobo momalaringiz bormi? Bam. Yaraysiz. Endi siz apa, dadalaringizning ismlarini atab bera olamisiz? Benim babamın eti Albina. Benim dadamın eti Nusret. Endi siz ukalaringiz, akalaringiz bormi sizning? Bam. Ularni yaxshi ko'radigan o'xshaysiz-ya. Siz kelajakda kim bo'lgingiz keldi? Men bo'g'im keldi doktor. Odamlarni saqlayotganingiz kelamda? Yeah. Siz kimga xizmat qilsiz cho'ng bo'lganda? Men buvamga, mamamga, apamga, dadamga, akamga, ukamga xizmat qilgim keldi. Xalqimizga xizmat qilgingiz kelamdi? Yaraysiz. Rahmat. Men To'xtarbek Azamat Maratұлы. Men To'xtarbek Ajildan Aratın. Ajildan qanchadasың? 5'te. Qanchaga дейін санай аласың? 100'ge. Руың кім? Ayttың ішінде балта. Саған қай мезгіл ұнайды? Жаз. Біз жазда бассейнге түсеміз. Ajildan өскенде кім боласың? Тракторист. Трактормен не істейсің? Жер қазам. Содан соң? Шөп алам. Sodan soň? Servis. Mana dostlar, baldek tılğa ega gödeklerimizge apırın deymiz. Endiki növətdə Tırışcan, Ülgülük Okuğucu Samitinin Endi işendim oğlum namlıq çöçügünü tınşap, əmgək bilen tapqan bərəkətinin isil ikəliге köz yetkizeylik. Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlarga Endi işendim oğlum degan çöçekni aytib beray. He, to'shab ko'raylik jumush çöçekni. Burun o'tgan zamonda bir ayolning bir tala yolg'iz o'g'li bo'lgan ekan. Uning o'g'ri Horun, erinchak ekan. Bir kuni dadasi ayolni chaqirdi. Debdi: "Bu bola intayin Horun bo'ldi. Men mollarimni uningga bermayman" debdi. Balsi tazini menchak bo'libdi-da. Balsi Horun bo'libdi. Apsi bo'lsa, balsiga ishchi ag'rib, nima ish kelmaydi qoldim. Bir tam bo'lsin keldi-ku debdi. Kelsa, men bir tal pulga bo'lsin ip ketsin debdi. Andin men uningga ishonman debdi. Ma'qul debdi anisi. Bir kuni balsini chaqiribdi. "Balam, buni pullarni sen elib, tog'da yugurib kelib, dadangga bergina" debdi. Men bu pulni yerib, talab ib keldim degini. Andin dadang senga ishindi debdi. Ma'qul debdi balsi. Dadsiga kiribdi. "Dada, buni pulni siz ilinga. Men bu pulni yerib, talab, bellarim ag'rib sizga topdim" debdi. "Balam, men senga ishonmayman. Bu pulni sen o'zing topmading" debla o'choqqa tashlab ketibdi. Bala bo'lsa, kulgan paytichi uydan chiqib ketibdi. Mushni ko'rgan anasi bundoq bo'lmaydi debla balsini chaqiribdi. "Balam, sen bir ta pulla bo'lsima, o'zing ishlab tepishing kerak" debdi. Andin senga dadang ishindi debdi. Ma'qul debdi balasi. Bir hafta balsi ishlabdi. Bir pulni elib dadasiga yuguribdi. "Dada, buni pullarni siz ilinga. Men bu pulni ishlab, bellarim ag'rib, yerib topdim" debdi.
Malam, mən sənə işənməyəm. Bu pulni sən özün işləb tapmadın deyiblər, ocaqqa taşlayıb itibdi. Balı bolsa, bunu tutalmay, əndin ocaqqa qolunu sapdı. Kolunu saptı mı? Kolu köyüp ketmegende? Yo'q, qo'li kuyib ketmabdi. Pulni ip chiqibdi. Dada, nim qilganingiz bu? Men bu pulni o'zim ishlab, yerib, bellarim og'rib topdim-ku debdi. Siz bo'lsinga, bu pulni siz o'choqqa tashlab etdingiz-ku deb. He, mana o'g'lim, endi men senga ishondim debdi. Balla, qaranglara, o'zing topgan pul qandoq bo'ldi? He, bu çocuktan bizge köp terbiye ilişki bolu diken. Bu çiçek bana nahayet yaktı.